Bishkek shahrining Bokonbayev va Isanov ko'chalarining kesilishida uyushgan jinoiy guruhning a'zosi otilganini Qirg'iziston Respublikasi Ichki ishlar ministrligidan bildirishdi. Voqea bo'lgan joyda militsiya xodimlari ish olib bormoqda. Huquqni himoya qilish organlari vakillarining so'zlariga ko'ra, noma'lum kishilar unga 2 marta o'q uzishgan. U jarohati tufayli vafot etgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, vafot etgan fuqaro Qamchiqulbayevning uyushgan jinoiy guruhining a'zosi bo'lgan. Gumondor fuqarolarni qidirish boshlandi. Qo'shimcha ma'lumotlar aniqlanmoqda. Qo'chqor rayon ta'lim bo'limining rahbari moliya politsiyasining xodimiga 50 ming so'm pora berayotgan vaqtda qo'lga olinganini mazkur mahkamadan bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, bo'lim rahbari noqonuniy tender o'tkazganligi bo'yicha ishni tekshirishni to'xtatish maqsadida pul taklif qilgan. Fuqaro moliya politsiyasi bilan Norin oblast prokuraturasining birgalikdagi harakati natijasida qo'lga tushirilgan. Bu fakt bo'yicha Jinoyat va jazo kodeksining 314-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'alib, tekshiruv ishlari davom etmoqda. Qirg'izistondan 100 odam Turkiyaga operatsiya uchun boradi, biroq bemorlar maxsus talabning asosida tanlab olinadi. Unga ko'ra, o'lkada amalga oshirishning imkoni bo'lmagan operatsiyaga muhtoj odamlarni komissiyaning tanlovidan o'tadi. Bu tashabbus ikki o'lka o'rtasidagi shartnoma asosida olib boriladi. Mavzuni muxbirimiz bayon qiladi. 3 yoshdagi Mirananing boshidagi o'simtani olish uchun tez orada jarrohlik amalga oshirilishi kerak. Shifokorlar o'simtani olib tashlash murakkabligini, operatsiya Turkiyadagina amalga oshirilishini aytishadi. Lekin u yerda nazoratdan o'tish uchun $1500 ga yaqin mablag' sarflanar ekan. Operatsiya narxi esa nazoratdan keyingina ma'lum bo'ladi. Shifokorlar yirik miqdordagi mablag' sarflanishini bildirishgan. Şu tomografiyanın rezultatı menen Turkiyaga jo'natdik biz o'sha rezultatni. Qirg'izistondagilar yaxshi qilolmaymiz. Operatsiya qilgandan qo'rqamiz deyishdi. Turkiyaga jo'natsak, Turkiyadan o'sha javob keldi. $1485 обследованиесine. Qizni olib kelishinglar kerak. Dayli o'zingiz обследование qilganingizda $1485 ketadi deb. Anan o'zingizni jol kireybiz, al жаққа барган акча Doktorlar ақша керек болса керек деп анан биз ақша жоқ үчүн қалып кеттик, бара алган. Mirana kabi turk shifokorlari tomonidan amalga oshiriluvchi operatsiyalarga muhtoj bo'lganlarning soni davlatda ko'p. Ayni damda mazkur muhtojliklarni bartaraf qilish maqsadida ikki davlatning hukumataro shartnomasi tuzilgan. Uning asosida davlatda amalga oshirish mumkin bo'lmagan og'ir operatsiyaga muhtoj 100 nafar kishi Turkiyada yuqori tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Al жаққа көрінгенle қалағаны барып kete vermekte. Birinciden Cakır üybileler, ikinciden Turkiya'ya barıp özlerinin yol gireni hal bargan adam öz töleş gerekte. Üçüncüden kriteriyalar ayağı tatalda. Misal için börek almaştıra durumuzda, şol börek almaştırganga teki donordun обследованиясы бар ve oşol börek almaştırganda oşol börek ulanıp kete sisteması. Bepul yuqori darajadagi tibbiy yordamga muhtojlarning yarmini maxsus komissiya tanlasa, qolganini Turkiyaning Qirg'izistondagi elchiligi aniqlaydi. O'tgan yilda ham Turkiyaga 100 nafar kishi davolanish uchun imkoniyat yaratilgan, lekin ularning ayrimlariga jarrohlik amalga oshirilmagan. Былтыркы жылы чет жак операцияга барган жарандарыбыз ортосунда маселе жаралды. Айрымдарында С гепатитинин активдүү формасы бар экен. Ошол жакта билинди. Ошондуктан да көпчүлүгүнө операция жасалбай кайтып келишти. Эми быйыл бул маселеге олуттуу карайбыз. 2015-yil oxirida Turkiyaning 20 dan ortiq tajribali shifokorlari Qirg'izistonga kelib, og'ir operatsiyalarni amalga oshirishgan. Bemorlarning ko'pchiligini chet davlatga borishga sharoiti yo'qlar tashkil etgan. Majnun Ulug'bek qizi Ermek Muratbego'g'li Aybek Bedelbekov, Intimaq. Yong'inda halok bo'lganlarning yaqinlari Moskvaga jo'nab ketishdi. Ular bugun tonggi soat 8:30 da O'sh aeroportidan Moskvaga uchib ketishdi. Marhumlarning yaqinlari tanalarining shaxsini aniqlashda ishtirok etishadi. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishdi. Voqea sabablari bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi Favqulodda holatlar ministrligining inqirozli vaziyatlarda boshqaruv markazidan, Tashqi ishlar ministrligidan, Qirg'iziston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi vakilligi va Rossiya Federatsiyasining Milliy inqiroziy vaziyatlarni boshqarish markazi
markazi birgalikda ish olib bormoqda. Eslatib o'tsak, 2016-yilning 30-yanvarida kechki mahal Moskva shahrida joylashgan tikuv sexida yong'in sodir bo'lgan. Yong'in oqibatida 12 nafar odam halok bo'lgan. Uning ichidan 8 odam Qirg'iziston Respublikasining fuqarolari, 2 nafari Rossiya Federatsiyasining fuqarosi, 2 nafari esa O'zbekiston Respublikasining fuqarolari bo'lgan. Voqeada 4 nafar odam omon qolgan. O'shda yirik miqdordagi soliqni to'lashdan bosh tortib kelgan Orex Plus ishxonasiga jarima solindi. Bu haqda Moliya politsiyasi bildirdi. Mazkur xizmatning O'sh shahri va O'sh oblasti bo'yicha boshqarmasining xodimlari bu ishxona soliq hisobotlarini yashirganini aniqlagan. Soliq tekshiruvlari natijasida ishxonaga 2.512.000 so'm jarima solindi. Bu bo'yicha mazkur ishxona Jinoyat kodeksining 213-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'alib, tekshiruv ishlari davom etmoqda. Dunyoga mashhur bo'lgan Barbie qo'g'irchoqlari endi biroz boshqacha ko'rinishda chiqa boshlaydi. Ularning bo'yiga va tashqi ko'rinishiga o'zgartirishlar kiritilib, yangi rejada 12 xil soch turmaklari va 7 xil tusdagi qo'g'irchoqlar chiqariladi. Bunday qaror ko'pchilik ota-onalarning iltimosi bilan qabul qilindi. Hozirda yangi turdagi Barbielarni onlayn orqaligina sotib olish mumkin. Bozorga esa bahor oylaridan chiqa boshlaydi. Mashhur Barbie qo'g'irchoqlarini tashqi ko'rinishga o'zgartirishlar kiritiladi. Bundan buyon Mattel kompaniyasi qo'g'irchoqlarni uzun, qisqa va to'liq ko'rinishda chiqarishni rejalashtiryapti. Undan tashqari 24 xil soch turmaklari, 7 xil qomatdagi qizlar ko'rinishidagi qo'g'irchoqlar chiqariladi. Bunday qaror ko'p ota-onalarning talab istaklari asosida qabul qilindi. Ba'zi mutaxassislar yangi qo'g'irchoqlar yil hitiga aylanadi degan fikrda. Ата-энелерден куурчактардын сырткы келбети бир аз толугураак формада чыгарылса жакшы болмок деген кайрылуулар көп түшчү. Анын арасында куурчактын түсүнө көп көңүл бурууну суранышкан. Shu bilan birga turli ko'rinishda chiqarilgan qo'g'irchoqlar garderobida ham oyoq kiyimidan tortib bosh kiyimigacha o'zgarishlar bo'ladi. Mattel kompaniyasi Barbie qo'g'irchoqlarini avvalgi mashhurligini qaytaramiz deb harakatlanishmoqda. So'nggi vaqtlarda elektron o'yinchoqlarga talab kuchayib, Barbielarning sotilishi sezilarli darajada ozaygan. Yangi ko'rinishdagi qo'g'irchoqlarni hozirda faqat internet orqali sotib olish mumkin. Bahorda bozorga chiqarishi kutilmoqda.